Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshimisiz? Mana shu narxi necha pul deysiz? Faqat Instagram videoga olaman. Ha, 100 ming bo'lsa kerak. Ya kelishtiring. Siz aytgan narxingizga chiqarib beramiz. Rostdan. Birinchi chiroyli manekenga kiydirib video solinglar deylar. Maneken topaman, chiroyli apalar bor ekan lekin do'konga. Necha pul deysiz? Men ko'ringchi. O yumshoq. 100 ming so'mdan arzon lekin, qo'rqmasdan narx tushiravering. 100 ming so'mdan arzon 4 xil rasvetkasi. 70 mingmi? Yo'q, qo'rqmasdan narx tushiravering, apa. Juda ham arzon, kuzatuvchilarimiz uchun. Tushib ketsa, vosh zo'r topishga. Necha pul? 50 mingmi? 39 ming so'm ekan vaqt omaylik opajon. Siz xaridor sifatida ko'rsataman. Yumshoqmi, oyoqda zo'r turadimi? Bitta kiyib ko'rasizmi, qaysi rangda? ham bormi? Bor apa sizga. Voy. Sizni ko'rdim, mana shu topishga esimga tushib ketdi. Toshkent ko'chalarida bitta bo'lasizmi yoki? Bu 4 xil rasvetkasi bor. Oyoqqa yumshoqligi yoqdimi, qanaqa? Yumshoq. Maqta. 39 ming so'mga barakasi. Yumshoqqina ekan. 2 xilini qilib bering. Xo'p, bil, kelishdik. 39 ga arziydi, qolganlarga tasib berib bilasizmi? Ha, arziydi, yumshoqqina. Voy, 39 mingga nima beradi hozir? Hurmatli kuzatuvchilarimiz, 3 ta filiallarimizda onlaynda, offlaynda xarid qilasizlar. 39 ming so'mga sizlar uchun maxsus. Yumshoq.